Assalomu alaykum. Hilolkon jamoasi gruppasi a'zolari mana biz Toshkentga yezib tushganda zudlik bilan bu yerga keldik, qurilish obyektiga. Bu yerda kameralar nosozlik paydo bo'lgan. Bu nosozlikni tez orada bartaraf qilib, xudo xolasa joy-joyiga qaytarishga harakat qilamiz. Kimga shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Hozir mana ushbu kelganimizda kameralar tashkil yarmidan ko'p ishlamayotgan ekan. Hozir asta-sekinlik bilan bular hammasini bitta bartaraf qilyapmiz. Kuzatib boringlar, to'liq jarayonni qo'yib boramiz. Mana Hilolkon obunachilari ko'rib turganlaringdagi holat biz boshda kelganimizda pastda yarim kameralar ishlamayotgan edi. Mana hamma muammolarni bartaraf qilib, chiroyli qilib qo'ldan kelgancha xizmat ko'rsatdik. Mana bu yerda qolgan qismi kimga shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, masofadan qat'iy nazar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Masofa chegaralanmagan, xoh Toshkent bo'lsin, xoh voha bo'lsin, O'zbekiston bo'yicha deyilgandan keyin O'zbekiston bo'ylab xizmatlar ko'rsatamiz. Hilolkonga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar, foydali ishlaymiz.